Assalomu alaykum YouTube kanalimiz obunachilari. Navbatdagi zakasimiz kuxonniy mebel bo'ldi. Ko'rishingiz mumkin. Bu kuxonniy mebelimiz o'zimiz Bog'ot tumanida bo'ldi. Seri sevitda ishlab berdik. Bezurishga variantda bo'ladi. Ko'rishingiz mumkin. Mebelimiz balandchi qismi 90 cm bo'ladi, pastki qismi shunday deb, pastki qismi 90 cm bo'ladi. Kir mashina bilan birlikda bo'lib ketgan ko'rishingiz mumkin. Bezurishga variantda. Bu mebelimizga qo'ygan materiallarni qo'llangancha tanishtirib o'tsam, yuz fasad qismini shunday akrillardan qo'yib berdik, yaxshi akrillardan. 100% puxa plastik bo'ladi, ichlari bilan birga mexanizmi ham dovutchikli 3 quloqdan qo'yilgan. Ko'rishingiz mumkin, dovutchikli bo'ladi. Stollardan kelsak, eng yaxshi qalin stollardan, Eron stollaridan qo'yib berganmiz. Moykalardan, yaxshi moykalardan qo'yib ularni taxlab berganmiz. Balandchi qismlarida shu shirkalar bo'ladi, ko'rishingiz mumkin. Mebelimiz terlarida led lampochkalarni qo'yib berganmiz. Tartmalari mexanizmlaridan kelsak, tandem bo'ladi, skritli mexanizm ko'rishingiz mumkin. Dovutchikli 30-40 kilogacha garantiya ko'taradi. Bu qismlar shunday variantda olib chiqdi. Mebelimiz bezurishga variantda seri svetda ishlab berdik. Texnikalarga pas svet qilib. Kimga shunday mebellar kerak bo'lsa, o'zlarimizga murojaat etaverasizlar. Borib razmer olib, uстановка besplatniy bo'ladi, Xorazm bo'ylab boshqa viloyatlarga kelishgan narxlarda olib borib ustanobga ketib beramiz. Mebellarimizda 1 yil garantiya bo'ladi. Bemalol, agar mabodo bir yillari tushib yoki stol qismlari chishib qoladigan bo'lsa, 1 yil davomida besplatniy servislarimiz bo'ladi. Telefon raqamlarida kommentariy описаниеda qoldiramiz. Bemalol telefon qilib zakaz berishingiz mumkin. Kanalga obuna bo'lib qo'ysangiz, keyingi videolarda o'tirib bermaysizlar.